tilini ham ancha o'rganib qoldim. Qiziqishimiz bor edi. Hamma so'ziga i qo'shib yuborsangiz tojikcha bo'lib ketadi deganda, tojikchani ancha o'rganib qoldim. Somonni beruvdim boshda, yana somoniy qilib, ularni ham pulini gapirishni o'rganib oldim. Bitta ham bor ekan, bori tilamchilar. Yo'q, bu men oxiri olib kelolmay shuni bo'lsa berardim yonimda. Pulim qolmadi. Bo'lsa berardim. Yo'q, pulim qolmadi-yu. Yo'q, oxirgi pulimga ovqat yey oldim. Yo'q, hatto olaman men. Puli yo'q. Rast. Yo'q, bo'lsa beraman. Pulim yo'q. Oxirgi mana mashinani oldim. Pulim bo'lganda berardim haqiqatda. Gasin sevadi, o'zim so'mdan berardim. Yo'q. Mana gasinsa ham yetib keldi. Gasinsa ham labirint bo'lib yotibdi. Aslida keturasiz. Xizmat qilib qo'yishga. Juda. Assalomu qizim. Va alaykum assalom. Muslima qizim, yemasan to'g'ri yaxshi ko'raman deyna, zo'r yetganingda olib keldi mana senga. Zo'r qilmanmi? Ha qizim? Qon ochdimi? Bo'lgan qonni ochdi. Mana gasinsa keldi. Ujum qilmoqchimiz, xudo xolasa. O. Akol o'ziga yarasha. Zo'r ekan lekin haqiqatda. Tojikiston kelsanglar, Dushanbe shahriga mana shunaqa to'g'rilarni olishganligiga maslahat beraman. Somsasi, olot somsa. Qani. Bismillahirrohmanirrohim.